Assalomu alaykum barchaga xayrli kun. Boshlangan kuninglar xayrli, barakotli bo'lsin. Erta tongda yaxshi kayfiyatda uyg'onganingizda Xudo xolisa sizlar uchun yaxshi, sifatli, zo'r joyga, ishonchli joyga yetib keldik. Aka-ukalar, Shved deganga Xudo xolisa Shvedni Germaniya, Savayi, zo'rlari. Inshaalloh aka-ukalar orqa ketlari balanddi. Bo'g'ozlardan topib qo'ydim. Hali gumon yoki da boshqa emas. Xudo xolisa aka-ukalar 100 talik bo'g'oz. O'zi videolari bor. Oladigan odamga Xudo xolisa imkon darajasida telegramlari bo'lsa, tashab yetkazib joylab beramiz. Aka-ukalar, dastavkasidan o'ylanmaysizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Gaz muammosi yo'q, Xudo xolisa kelishilgan holatda yetkazib olib borib beramiz. Vodiy ichi besplatniy. Uylargacha ko'rgan holatinglarda sog'-salomat yetib boradi. Sizlardan bir donadan laykni bosib, paddeshkada bo'lib, imkon darajasida gulpalarga padlisa qilib qo'ysanglar, izlab yurgan aka-uka opa-singillarimiz bo'lsa, Xudo xolisa topdim deb hisoblashaveradi. Hafta kuniga dushanba 2026-yil, Xudo xolisa 12-yanvarda turibmiz. Aka-ukalar, Xudo xolisa yangi kunda, yaxshi kunda sifatli, zo'r joydan ko'rsatamiz. Imkon qadar video uzmasdan ko'rasizlar, oxirigacha kerakli ma'lumotga ega bo'lasizlar. Mabodoga tushunmagan joylarga telefon qilsanglar, ekranda nomerlar bor. Qolgan ma'lumotlar ham bemalol beriladi. Telefonlarimiz har doim ishlaydi. Behijolat telefon qilaverasizlar. Istalgan vaqt Xudo xolisa aka-ukalar sizlarning telefoningizlarga javob berib, ishinglarni bitirib beramiz. Yemog'i, ichmog'i, sog'lik salomatchiligiga bir hafta savol javobi bor. Havodan yuqadigan kasalliklarga javob berilmaydi. Uylarga borganda tekshirib, o'ngga chapga yurgizib, bemalol alomatlar bo'lsa, qaytarib olsanglar bo'laveradi aka-ukalar. Xudo xolisa fermamizda unaqa narsa yo'q. Behijolat savdosini bitiraverasizlar. Aka-ukalar, Xudo xolisa sizlarni ko'p kuturimiz. To'liq ma'lumotni mana Otabek aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar hammalaringiz? Dostonbek, yaxshi keldingizmi aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Obunachilarimiz, aka-ukalarimiz musofirdan bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turganlar hammalaringizga assalomu alaykum deymiz. Dostonbek, ishlarimizni boshladik Xudo xolasa aka. Mana zo'rlaridan keldi aka. Mana German Shved istaganlarga ham bor bunaqasidan ham. 4 kun chiqmaganingizga 4 kunlikni endi bitta uramiz ekanda. Xudo xolasa mana aka 7-sini sinab, mana aytyapsiz, yashur torvoq deyapsiz. Unaqa narsalar yo'q aka. Men mana shunchadan beri torvoq, Xudoga shukr, ko'rganim yo'q, hech kim ko'rmasin unaqa kasallikni. Yashurlar ham tugadi aka. Mana aka-ukalarimiz uchun hamma yo'g'ini tekshirib aka, ko'ngil xotirjam qilib, misol 6 oylik dedingmi, 6 oylikka olib bemalol xotirjam boqursin. Mana Samarqandga hali kuni kechagi mollarimiz yetib boribdi. Doktor o'zisi bilan kutib olibdi. Ha, mayli dedim. Endi haligi labzimizga hech narsa boqursin, xolasa doktori bilan kutib olsin aka. Bemalol. Mollar sog'lom, yedishtisi hamma yo'q joyda aka. Endi ko'pini hozir mol ko'p, yetalagani sharoiti yo'q aka. Uyga borganda yurish turishini bemalol xotirjam ko'rib olaveradi. Bo'laveradi. Rivojdan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hamma ma'lumotni bugunlik kofe damlab, ichib, hali tomosha qilib, like bosib qo'ysin hech bo'lmasa, mol olmagan akalarimiz ham qo'llab-quvvatlab turishdi. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Aka-ukalar, rivojdan ma'lumotlarni beramiz. Manzillarimiz Andijon viloyat Shahrixon tuman Karnachida. Otabek akamizning mini firmasiga yetib kelganmiz. Xudo xolisa birinchi qoringa 3 oylik bo'g'ozdan buyog'i yetuk bo'g'ozgacha bor. Videoni uzmasdan oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Birinchisi mana shundan boshlaymiz Dostonbek. Mashmolimizdan, Xudo xolisa. Ko'zga yoqadiganlar. Ko'zga yoqadiganlar aka. Yuvoshligi zo'r aka. Endi bugun mol ko'p, hali yetalab boshqa qilgani hammasini sharoitimiz yo'q aka bizni. Zo'r. Mana yuvoshligini ko'rsatamiz, bo'yini o'shlaymiz, yurish turishiga men javob beraman, bo'g'ozligiga. Ko'ngil to'q qilib, savdosini qilib olaveradi Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ylari deganlarga. Dostonbek 1.25 ekan. 25. Xolasa 23-24 ga olsin. 25. 25 ta chiqyapti. 25 hisobini olishaversin. Kurachni Kurach chiqarmabdi aka hali. Chiqarmabdi. Kurach chiqarmabdi aka. 6 oylik bo'g'ozga olaversin. 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz bu aytmoqchilik, adashmaylik boshdan. 1 oy kam 5 oylikka olsin aka. Haligi
bir oy erta tug'sa xursand bo'ladi. 5 oylik. 5 oylikka olaversa Zo'r, uka. 5 oylik Tutalari ham hisobini oppoq, mana qarang, idish soch. Mana aka. Tutalari ham 4 joyda uka. Bugun bug'ani ancha qiynab qo'yibmiz aka. Ha. Go'zallarni olib kelib. Uka, mana 7 ishtisiga garantiyasi bor, xudo xolasa, sog'lom mol. Aha. Xolasa doktori bilan kutib olsin, o'zi 6 oylik mol, bo'g'ozligi. Men 1 oy kech aytyapman, ertaroq tug'sa xursand bo'ladi deb. Xudo xolasa. 5 oylikka olaversin. 5 oylik. Xo'p, bo'ylarini ma'lumotlarini aytdik. 5 oylik bo'g'oz. Xudo xolasa aka-ukalar. Tishini hamma yo'g'ini ko'rsatdik. Endi Qaylari ham zo'r buni. Qarang, tutalari ham 4 joyda. 4 joyda. Yuvoshligi Sifat zo'r, zo'r. xudo xolasa. Muhimi aka hali o'simi bor, yosh narsa. Tug'ib, hali charchab, ishdan qolib kelgan arzon sotilib turgan narsa emas. 10 yil, 15 yil xotirjam baqishaveradi. Xotirjam olaveradi uka, xudo xolasa. Xo'p, nima deymiz endi aka buni puli? Uka, men bugun mol ko'p, narxlarni yengil-yengil qo'yib beraman. Xudo xolasa, hali aytilgan narxdan yana o'tib beradigan joyi bor baribir. 23,5 million kami bor. 23 million 500 ming kami hayra bor. 5 oylik bo'g'ozga hisobini olaverasizlar. Dastlabki vodiy bo'ylab o'zimizda mana Dostonbek, mana shu yerdan hozir 7 mol birdaniga sotilsa ham misolda, bittasini Yaqqa Farg'onaga, bittasini Namanganga ketadigan bo'lsa ham uka, 2 soatda mashinadan muammo yo'q. Baraka bo'ldi, zakilar tushadi, mol chiqib ketadi uka. Chiqib ketadi. Usti bekib, spesialniy mol tashiydigan mashinalar. 500 ming 1 million bilan ish bitadimi aka? Bitadi uka, Bitadi. Qolganini uyda sanash berishaveradi. Ha, mana shu molni uyga xolasa doktori bilan kutib olsin boshqa uka. Zakilar tushadi, uyda qolgan pul sanab beraveradi. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, ikkinchisi necha oylik bu? Ikkinchisi buni 6 oylikka beramiz Dostonbek. 6 oylik. Tekkiz ekan aka, qani Tekkiz, hamma yo'g'i joyida. Tozasidan xudo xolasa. Mana aka-ukalar. Endi 6 oydan o'tgan bo'lishi ham mumkin. Endi men kechroq aytaveray, 6 oylikka beraveray, lekin bolasi qo'lga tegadi-da buni. Olingan kundan Ha. 7 oylik bo'lsa ham men roziman. 6 oylikka beraveraman uka. 1 oy erta tug'sa xursand bo'ladi. bolasi kattaroq ekan. Bolasi qo'lga tegayapti-da. Mana yuvoshligi aka-ukalar. Tayini ham rob beravering uka. Oq yeni oq tuta, ya'ni turu tuta ham bir joyda masala, 4 joyda uka. Zo'r. Mana Yuvoshligi gap yo'q uka, yeb itishiga. orqa chetlari, sifati, hamma yo'g'i yaxshi holatda. Aka 4 burchak ekan, bolam o'ta go'zal holatda ekan aka. Keling Dostonbek yonidan bering uka. Shu 32 sm Kam. kam. Endi biz hali metrda ham qo'shni aytamiz uka, mana uyda ham o'shlab oladiganlar bor boshqa. Bizga unaqa narsa kerak emas. Borini aytamiz, qo'ldan kelgancha pulidan o'tib sotamiz uka. Endi avvalambor bular metrga sotiladigan emas. Har doim aytamiz. O'zi metrlab o'lchab beradigan biz qoldik xolos. Ha. Endi uka, to'g'rida endi videoda hamma har xil ko'rib qolishi mumkin-da. Mencha mol ham bir xil paytda katta ko'rinib qolishi mumkin, lekin bu hali bachkana mollar emas. O'zi bilib turibdi aka-ukalarimiz. Qani ko'rib qo'yaylik buni. Voh, Bo'zaychishdi ekan uka. Bu kurayni yorishda hali o'ylamam ko'rmabdi bu. Orqa ketlari zo'r ekan, mana taylarni ham olib bering. Hey gap, 4 joyda idishga ham o'sha aka-ukalar sekin boshlayapti u. Mana liniyasini ko'rib qo'yinglar, orqalari korobka. Bu hali yana shuncha katta bo'lib ketadi, Doston. Bo'ladigan. Oq quloq, oq tumshuq. Uzunligi ham zo'r. Gazli narsa ekan aka. Molga arziydi uka, sigir qilib boqqan arziydi. Kura yormagan, bo'ylari 1.28. Xudo xolasa 6 oyga bo'g'oziga beramiz, 6 oyga beraveramiz. 6 oyga. Puli 26 million 500 ming kami bor uka. Kami bor. Yana kelishadigan joyi bor, xudo xolasa. Zo'r. Bu ikkinchi mol bo'ldi, mana uchinchisiga. Bu gibridmi bu? Bu gibrid bu. Gibrid. Bunda bilmadim, endi hozir gapirsak nima bo'lib ketmasin, qandaydir semental xona bormi ekan, bu tuyoqlarni ham olib bering, buni o'ta baquvvatidan-da bu. 4 son narsa ekan aka. Buni mana orqasidan ko'rgan odam mana sementaldan qolishadigan joyi yo'q. Et boshlari, tepasi. Endi buni hali semental desak, chaqamlatib ketadigan narsa emas u. Dostonbek muqani turu tuta, tur joyda mana. Yuvoshligi haligi nima 4 kun yo'qolib ketasiz, Otabek aka deysiz. Men ularni istayman-da. Istayman. Topib hali ko'ngilga tushmaguncha olmayman molni. Gap yo'q. Zo'r. Mana aka-ukalar. Yuvoshligi yeb ichishi sinovdan o'tib bo'lgan uka. Necha oylikka beramiz buni bo'g'ozligini? Bu 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik. Zo'r. Syomkasi bor akalarimiz uchun o'zi syomka qilib qo'yganman. Oladigan odamga tashab beraveramiz. Oladigan odamga tashab beraveraman aka. Xolos 2,5 oy yosin uka, lekin bo'g'ozligiga men garantiya beraman. Dostonbek 1.30 dan baland chiqyapti ekan bu.
Zo'r. 1.30 ha, 1.30 1.30 plyusiga olaversin. 1.30 ga olsa ham men roziman. Endi Zo'r. Oldilari ham keng ekan aka buni. o'ta bir kuchli sigir Oyoqlari ham xudo polvon xolasa. bo'laganda bu. Kechqurun. Qani, 2 dona ekan kurak. Ikki dona. Endi uzibdi kurak. Gap yo'q. Sigirni zo'ri shu bo'ladi, boqib, sabr yetib, voyasiga yetkazib olsa, o'ta katta narsa bo'ladi. Hamma yo'g'i joyida, o'nchab tanlamaydi uka. Mana, Yuvoshligi hamma yo'q yuvoshligi go'zal shu holatda. gavdasiga mana qarang. Zo'r. Sifatlari yaxshi, 3 oylik bo'g'oz. Bo'ylarini ma'lumotlarini aytdik. 1.30 plyusda. Gibrid deb olinglar, xohlasanglar shu turishiga olinglar. Aka-ukalar, xudo xolasa, sutni ham, bolani ham sifatli zo'r beradigan. Endi Hosil yaxshisidan. xolis gapiraman Dostonbek, vali molini maqtash emaski, uka bu gibrid mol bu. Aniqda. Gibriddi. Ha, men hali borini aytib qo'yveraman, uni molini maqtab, boshqa emas, uka gibrid mol bu. Zo'r. Odamlar o'zi Bilib ko'rib oladi. bildi. Xudo xolasa, muhimi sifatli, sog'lom aka, to'g'rimi? Ha, yedishtisi ham o'ta kuchli moldi. Bunga nech pul aytamiz? Xo'p, Dostonbek buni ham 27 million kamini qilib beraman uka. 27 million. 27 million kamini qilib beraman. Kami xayri bor, xudo xolasa. Kelishadigan joyda aka-ukalar. Siz u bizga yoqsa, telefon qilsanglar, ishinglar bitadi. Yoki-da lakasa tashlab beramiz, yaqinroq bo'lsa kelsanglar, xudo xolasa, molsiz qaytmaysizlar, imkon darajasida kelishtirib. Aka, Ha, xudo xolasa eshigimiz ochiq Dostonbek akasi tashlab Kelishaveradi. beramiz. Kelib bemalol xotirjam ustida ko'rib olsam meni ham ko'nglim to'q bo'ladi. Endi haligi telefonda ham ko'rib olaversin bizga ishongan mana shuncha akalarimiz olyapti. Kelsa yana ham yaxshi. Mehmon qilib jo'nataman hech bo'lmasa. Xudo gap xolasa. yo'q. Xo'p. Bu 3-inchisi bo'ldi aka-ukalar, bu 4-inchisiga endi. 4-molimiz mana Dostonbek. Buni ham o'ta yuvoshligi. yuvoshligi. O'ta zo'r ekan mana. Mana nima bering akalarimiz so'rayapti. Qanaqa bu tutaylarni ko'raylik deb juda ko'pchilik akalarimiz so'rayapti. Mana aka-ukalar. 4 joyda. O'ta xotirjam mol ekan bu. Zo'r. Nima qilyapsan? Demaydi-ku, uncha tanlamaydi. Juda keng narsa ekan bu. Mana aka-ukalar. Orqa ketlari, sifati, hamma yo'g'i yaxshi O'zingni holat. ko'rsat jonivor. Bo'ldi. Bu yoqda ko'rsatar ekanmiz. Ha, uyalar ekan. Idishlari yaxshi. Necha oylikka beramiz dedik? 6 oylikka beramiz buni. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. Asali ko'klamni mollar ekanda bu, ha? Ha. Endi mana aka, 2 kurak. 2 kurak. Zo'r. Bo'yni ushlamadik-a buni. Ha. On qaranglar. Bu dumba sog'oribdi-yu, ha? Gap. Bu 28 Dostonbek. 1.28. 27 ga olsin xolasa. 27 ga. Ammo molman qarang. O'zi ham aka mehr bilan boqilgan ekanda bu. Shunaqa. Etoshi ham to'la holatda, xudo xolasa. Bolaga ham plyusda bu. Yaxshi sigir bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p aka, ma'lumotlarni ayting. 6 oylik bo'g'ozga 2 kurak. Bo'ylari 1.28 chiqdimi? 1.28, 27 ga olsin. 25 plyusiga ham olaversin. Bular o'simi bor, hali To'g'ri. mana shuncha katta bo'lib ketadi. Narxi aka buni. Dostonbek 27 million 500 ming kamini qilib beraman. 27 million 500 kami xayri bor, xudo xolasa. Kelishadigan joyda. Idishlari zo'r solyapti. Idishni ham zo'r solyapti Zo'r. ekan. Mol o'ta kuchli. Olgan odam baraka topadi, xudo xolasa. Xo'p. Bu molimiz aka-ukalar 4-inchisi bo'ldi. Xudo xolasa narxlarni, ma'lumotlarni aytdik. 5-inchisiga. 5-siga mana shvet deydi. Hammasi o'zi shvet bular. Aha. Shvetda ham 4 xil sorti borda Dostonbek. Mana oq quloq, oq tumshug'idan, xudo xolasa aka-ukalar 100 taligidan sifatli zo'ridan boqaman deganlar bormi? 64-15 ekan quloqda. Belgasi? Ha. 64-15. Oyoq qo'llariga bir e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa baquvvatidan. Oldilari ham keng. Aka-ukalar. Sifatli 4 son narsa ekanda. Ko'tlari baland. Mana ko'tib mol o'zi bu yerda umuman yo'q. Idishlari ham yaxshi. Bo'yni o'lchaylik. Bu necha oylik aka bu?
Bu 7 oylik Dostonbek. 7 oy. Bolasi katta tegyapti-da, 7 oyga olaversin. 2 oy mehnat qilgan xudo xolisa. Keling uka, o'zingiz yaqindan bering. Buni ham shunaqa 27-28 ga olaversin aka. Aha. Xo'p, aka-ukalar mana ma'lumotlarni, bo'ylarini ichini ochmadingmi buni? Ichini ko'ramiz Dostonbek. Bo'zakchi. Bo'zakchi ekan, hali kuragini buzmabdi. Moz zo'r uka, hamma yo'q joyida. Mana aka Dostonbek. Muhimi sifat. Pachka narsa ekan o'zi ham. Idishlari hamma yo'g'i yaxshi. 7 oydan o'tgan bo'lishi ham mumkin. Bolasi katta tegyapti-da. 7 oylikka beraveraylik biz. 7 oylikka. 7 oylikka hisobni olaversin. 2 oy mehnat qilishadi xudo xolisa. To'g'ri joyda uka. Gap yo'q. Xo'p, 7 oylik bo'g'oz, kurak yormagan bo'zatishda. Bo'ylari 1.27-28, orqa ketlari baland. Birinchi qoringa. Puli? Dostonbek buni 29,5 million bersin yoki 30 million emas. 29,5 bersin vodiy bo'ylab dastlabki. 29,5. Yana kelishamiz, xudo xolisa. Kelishamiz. Kelishadigan joyi bor ekan. Gap yo'q. Xo'p, bu 5-bo'g'ozimiz bo'lyapti. Shved so'raganlarga mana. Xo'p, 6-siga. Sillig'idan aka. Orqalari baland, xudo xolisa aka mana. Oq quloq, oq tumshuqlaridan. Sifati zo'ridan xudo xolisa. 36-55 ekan quladi nomeri. Mana. 36-55. Bu necha oylik? Bu 8 oydan o'tgan Dostonbek. 8 oydan o'tgan. 8 oyga beraveraylik. Bolasi katta-da. Mana o'ynab turibdi, bolasi qimillab turibdi qo'ynida. Mana kun. Hop, putaylarni ham ko'rib qo'yinglar. Xudo xolisa 4 joyda. Turkiyapti mol qandaydir. Mana aka. Zo'r. Idishni zo'r solyapti-kan aka. Idishni zo'r solyapti uka. Gap yo'q. Mana aka yuvoshliklari. Yuvoshligi zo'r uka. Cho'chiyapti, svet. Cho'chiyapti. Oldi qiynamaylik. Yuvoshligi zo'r uka. Xotirjam olaveradi mana. Ukalari ham to'g'ri joyda uka. Mana. Mana teparkan degan fikr bo'lmasin uka. Ha, u mendan cho'chiyapti bu aka u. Idishlari yaxshi, xudo xolisa. Kurachini ko'rib qo'yaylik, bo'yni ushlab Dostonbek. Bunga bitta odam qaragan shekilli aka. Yuvoshligi zo'r. 1.30 ga qarab ketyapti. 1.27 ga olaversin Dostonbek. Zo'r. Nechta? 3 ta ekanmi, 4 ta ekan kurak. Zo'r. Birinchi qoringa Dostonbek. Birinchi qoringa. Idishlarlar. Idishni zo'r solyapti. Zo'r. Xudo xolisa 1 oy oshib ketsa aka. Oshib ketsa 1 oy, balki 20 kunda tug'ar endaligi. Biz ham mana kun tug'adi deb garantiya bermaylik Dostonbek. Alloh biladi, balki 20 kunda tug'ar, balki 1 oyda. Lekin oy kirib qolganda buni bolasi katta. Zo'r. Xo'p aka. Pulini aytaylik endi buni. 4 kurak, bo'ylarini aytdik, 30 ga qarab ketyapti. Birinchi qoringa 8 oydan o'tgan bo'g'oz. Narxi Dostonbek 32,5 million, ozgina kami bor ekan. 32,5 mi? 32,5 million kami, ozgina kami bor ekan. 32 million 500 mingga xudo xolisa aka-ukalar. Yana kami bor. Vodiy ichi dastavkalari xudo xolisa aytilgan narxlarning ichida. Zo'r. Xo'p. Aka-ukalar 6-chisi bu. 6-chisi, 7-chisiga. Zavadskoy to'qol. Zavadskoy to'qol Germon. Ana. Germonidan so'raganlarga. Germondan ham. Birinchisiga aka bu ham? Bu ham birinchisiga Dostonbek, hali kurachini buzmagan bu aka. Bu ish qarang, solishini. O'ta zo'r, bu qarang. Ana, kuruvi ham 4 joyda. 4 joyda. Yuvmadigan, tozalamadigan mollar shunday yotibdi uka. Molni bori yo'q. Xudo xolasa. Quladi nomerni ham olib qo'ying. 36 362 ekan. Aha. 36 2 ekan-da. Ha, 36 2 ekan. Molni yeb ichish o'ta kuchli uka. Ha. Dostonbek. Bo'yni ishlaylik. Uzunligi sifati. Ha, shu gavdasiga yuvoshligi qo'ydan ham yuvosh deydi-yu. Ha. Qarang. Talari ham 4 joyda.
Qancha chiqyapti Dostonbek? Hop, 35. 35 ga olishaversin. 35. Bu yana o'sib ketadi bu Dostonbek, hali kurak O'sim buzmagan borlik. bu. Kurak buzmagan. Liniyasini qarang. Ichini ochib beraylik-chi. Kechijon. Biz bunaqa Germaniyadan chiqarmaganimizga ham ancha bo'ldi shekilli. Yo'q ekan kuragi? Yo'q, kuragi Yo'q kurakchi. O'ta go'zal. Necha oylik edi bu? Bu ham Dostonbek 8 oylikka olaversin uka. 8 oy. 8 oy. Bola kattada bunda ham. Bir oydir balki oshib ketsa 40 kundir. Zo'r. Endi xudo biladi aytdik-ku, biz ham hani mana kuni deb hali garantiya berib olmaymiz. O'zimiz qo'ymaganmiz. Bir oy oshib ketsa 40 kun, balki 25 kundir. Bir oyda xudo xolasa sigir o'ladi-da. Gap yo'q. Xo'p, aka-ukalar mana oyoq qo'liga, gavdasiga hamma yo'g'iga e'tibor beringlar. Bemalol qonigacha tekshirib, xudo xolasa bilib olaverasizlar mana. Dostonbek yetalashni iloji bo'lganda yetalab berardim ekan. Endi mayda mol ko'p yetalagan sharoit yo'q. Yurish-turishi oyoq qo'lini uyga borganda ko'rib olaveradi ekan. Qonuni ham tekshirib olsin xolasa. Qonun tekshiraman deganlar bo'lsa. Gap yo'q. Aka buni bittada ko'rgan odam biladi o'zi. Ha? Ha-yi. Mol o'zini o'zi maqtaydi. Xo'p. 8 oylikka beramiz. Bo'ylari 1.35, kuragi yormagan. Mana German nemis ishqibozlariga xudo xolasa aka-ukalar zo'r sifat. Ha, bolasi o'ynayapti. Uzunligi ham gazli narsa ekan aka. Zo'r. Baquvvatidan Dostonbek. Hali yozgi kunlari bo'lganda men qabr yugurtirib yetalardik. Endi mayda endi iloji yo'q. Endi mayli nasib ekan. Uyda yetalashib olsin olgan odamlar xudo xolasa. Dostonbek. Yaxshi. Xo'p, aka pulichi endi buni? Buni nechta 50 million aytamiz Dostonbek buni. Bir German kelib qoldi deb. Ana aka-ukalar. Aka, yaqin qilib. Bo'ldi uka. Menga 50 million degan egasi. Men uni savdolashib oldim uka. U obunachilarni qiynashi yo'q bizda. Maqsadimiz sotish, bilasiz. Dostonbek 40 million desak, nima deysiz uka? Yana tushsiz bo'lmaydimi-chi? Bo'ladi. Obunachilar uchun tushamiz. 39 million kami bor. 39 million. Kami xayri bor. Kami xayri bor uka. Endi nega buni 60 million, 70 million ham narx aytilyapti uka. To'g'ri. Bizda unaqa narx yo'q, bilasiz. Endi aka 1 oy 2 oy mehnatini qilsin, o'zlari qonidan tushib qolsa aka o'ziga o'xshagani. To'g'rimi? Boring 38,5 kamini qilib beray. 38,5. 38,5. Yana incha gapirsam tushasizmi yana? Bunda qana bo'lar ekan. Keling, bo'pti, qo'lingizni bering. 38 millionga. 38 millionga. Barakami uka? Baraka demang, kami bor. Kami bor, yana kami bormi? Bo'ldi-ku, obunachilar telefon qilsin, qiziqqaniga uka 500 ming 1 millioniga qaramaymiz. Molni olib maza qilsin uka. Biz hali nima, erkak kishining qo'li toshda orasida emas uka. Qiziqqani bo'lsa 1 million 1,5 millioniga qaramayman, sotaman uka molni. Gap yo'q. Olib baraka topsin uka. Xohlasa olinglar, bunaqa sifatligi bilmayman, anchadan beri kelgani yo'q. Kelgan bo'lsa ham bizga kelmayapti. Aka-ukalar. Uka, buni Dostonbek dehqon olish qiyin-da. Qo'ldan qo'lga o'tib ketsa, mana shu mollar narxi 45 million, 50 millionga aylanib ketyapti uka. Birinchi qo'ldan olsin. Ana aytyapmiz, kami bor deyapmiz. Olib, boqib, bizni duo qilib qo'ysin. Mo'qalang uka. Mol bo'lsa ham shunchalik bo'ladi-da. Qani? Gap yo'q. To'g'risi 50 millionda, xudo xolasa 1 oy 1,5 oy eng qiziq joyida aka bu kurak yormagan. Yana o'sib ketadi-da. Yana o'sim bor. Xudo xolasa hali endi nima deydi? 150, 160, 170lar kurak xudo xolasa aka. Mana shu videoyimizni mana shunaqa chiroqli mollar qizdirib beradi-da uka. Qolgan joyimizda ham foyda berishadi. Sotmaymiz, bizga kerak emas. Bizga mana shu obunachilar olsa biz xursandmiz uka. Xudo xolasa. Qo'ldan qo'lga o'tib ketsa, molning narxi ko'tarilib ketaveradi. To'g'ri. Birinchi qo'ldan olsa, hammasi birinchi qo'ldan. Xo'p, aka-ukalar, imkon qadar hamma molni ma'lumotini berdik. 7 dona hammasini tushuntirdik. Tushunmagan joylarga mana ekranda nomerlar, Otabek ham nomeriga telefon qilib, bog'lanib bemalol savdolarni qilaverasizlar aka, xudo xolasa. Xudo xolasa bemalol tortinmasdan, kimga qaysi mol yoqqan bo'lsa Dostonbek, aloqaga chiqsin, molni zo'rini olsin. Mana bo'g'ozligiga garantiya beramiz, yedishisiga garantiya beramiz uka. Pulini qo'limdan kelgancha o'tib beraman. Shunchadan beri mol olayotgan akalarim biladi meni. 500 mingga qaramaymiz. Dangal savdo bo'ladi, ochiq oydin bo'ladi, baraka deydi, kartaga zakarlar tushadi, molni uyda xudo xolasa kutib oladi uka. Xudo xolasa. Dostonbek, Telegram kanalimizni ham aytib qo'yaylik akalarimizga.
Chorva 77. O'zim Telegram kanalim 700 taga yaqinlashib qolibdi. Xudo Ha, xolasa, obunachilar Chorva ko'p. 77. Mana shu videolarimiz birinchi bo'lib shu Telegram kanaliga tushadi uka. Yangi kelgan mollar ham shu kanalga tushadi. Har bitta odamga ulgurmaymiz. Tashlagani shu kanalga qo'yib qo'yamiz uka. Xudo xolasa. Bemalol mollarni ko'rib, xotirjam savdosini qilaveradi uka. Gap yo'q. Bugunga shular Dostonbek. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin uka. Qo'ldan kelgancha xalq xizmatidamiz. Sizga ham rahmat uka. Charchamang. Niyatda bizni ko'rib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, fermalarim 2026-yilda eng kamida bundan ko'payib ketsin mollari uka. To'g'ri aka. Xudo xolasa. Alloh barakasini bersin. Gap yo'q. Aka-ukalar, ekranda nomerlar bemalol telefon qilib savdolarni pishib puxta qilaverasizlar.